Okalar, 70 ming dollar evaziga 1.3 sotixga tushgan 6 ta kottejimiz barpo bo'ldi. Ko'chaning kengligiga e'tibor bering, qop-qora asfalt, 7 metr orali masofa, bu yoq tarafdagi mahallalar elitasiga e'tibor bering, chiroyli holatda bo'ldi. Hop, darvozalari qo'yilgan, bittasini sizlarga obzorini davom ettiraman. Kelgan manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsam, Nayman mahalla hisoblanadi. Nazarbek harakatga o'tirish yengi tushgan postdan 1,5 kilometr. Nazarbek postdan 4 kilometr. Okalar, yaxshi joy, suv, svet, gaz juda ham zo'r. Start 70 ming, patkuluchi bor 90 ming. Albatta sunnatiga jiddiy o'tiladigan joy bor. Qarang, kirib kelyapmiz, bitta mashina qo'yishga joy, qaddi bilan uchastkamizni ko'rasiz, baquvvat qurilgan. Zeleniy zona, bitta hojatxona, romlari qo'yilgan. Pergorodkalarga e'tibor bering, pishug'ishlardan bu yoq tarafda podval qismi bor. Ichkarida obzor davom ettiramiz. Bismillah, bu yoq tarafda oshxonani joylab olasiz. Bu yerga razviznoy oyna qo'yasiz, oshxona addinli bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqarish, elektromontaj, oqsuvolardan chiqarilgan, malarki tayyor. Bu yoq tarafimiz podval bo'ladi. Bu yerda umumiy sanuzil. Biroz keng. Bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi, plitalarga e'tibor berasiz. Orqa tarafda foydalanish uchun joy, romlarni yaxshi qo'yilgan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi. Hajm juda ham holati yaxshi, balalarga e'tibor berasiz. Orqa tarafda foydalanish uchun joy. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqib boramiz. Romlarga ham bering. Yaxshi holatda, suvolardan chiqarilgan bo'pti. E'tiboringizni yana bitta narsaga qarataman. Vot, cho'rnilarni tashalganligiga bitta e'tibor bering. Baquvvat holatda tashalgan taxtalari ham. Bu yerda bitta hol kutib oladi sizlarni. Общий sanuzilimiz, hajmi katta holatda, bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi, va bitta qaranglar qurilishni tushunadigan odam o'zi tushunib oladi. Orqa tarafda foydalanish uchun oyna tashalgan. Bu yerda kattagina ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi. Hop, xonalarning soniga keladigan bo'lsa, 5 ta xona, 2 ta sanuzil, tashqarida hojatxona bo'lyapti. Podval qismidan iborat. Suv, svet, gaz yaxshi joy kelganmiz. Hammangizga yetadi. Aka-uka olmoqchi bo'lsanglar ham, yonma-yon turish imkoniyatiga egasizlar. Salomat bo'lasizlar.